Assalomu alaykum, Ismoil Uz kanali obunachilar, chorvachi qo'zlar, qo'zi qo'yish qo'zlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaquron qishlog'idamiz. Hurmatli obunachilar, 27-aprel hafta kuniga yakshanba hammalaringga dam olish kuni xayrli va maroqli o'tsin deb biz bugungi video syomkamizni Jahongir aka bilan birgalikda chiroyli qilib video obzor qilamiz. Hurmatli obunachilar, video boshidan bir dona like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Eng zo'ri, eng sifatlisi, eng arzoni, Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha sizlarga taqdim etib beraman. Assalomu alaykum. Ismoil Uz obunachilari. Xudo xolasa bugun qo'ydi nomeradillarini chiqaramiz. Narxini ham yengil-yengil bo'ladi. Bo'ladigan narxlarni aytib chiqaraveramiz. Xudo xolasa sog'lik salomatligiga garantiyalarni bergan holda. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha kuzatishda davom etib turing. Biz hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Soni nechta Jahongir? Soni 20 dona bo'lish. Soni 20 bosh. Bari qo'chqor. Pichi va axta so'lig'i yo'q. Bari qo'chqor chiqaradigan videomizda hammasi qo'chqor chiqadi. Xudo xolasa bugun hammasi qo'chqor chiqadi akalar. Lekin anaqa kashtan ishqozlariga toza kashtanlardan orqalaridan mana bo'ynilaridan ham jutulovda boshlagan. Ko'ringlar akalar. Yaltirab qo'yganda u mashinka tegmagan joyi ham yaltirab turadi biz janobi. Xudo xolasa. Xo'p, buni bo'y basini qanchaga beramiz? Bo'y basti 70 atrofidagi 65 piliska olishaversa. 65 plyusga olib. Bo'yiga talashmaymiz. Akalar, mayda qo'zi emas, holati ham ideal, imkoniyat bo'lsa kelib ko'rishlaring ham mumkin. Sifat zo'r, holati yaxshisidan. Xo'p, buni yosh oyligicha? Yosh oyligi 5-6 oylik atrofida. Yosh oyligi 5-6 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar akalar. Buni qo'zi bilan qo'zining farqi bo'ladi-da baribir. Kalta uzunligida-da. Qo'zilarda hammasini gazi uzun qo'zilarda. Birorta mujmal yo'q. Toza hisori qo'zilar jonivorlar. Hurmatli obunachilar. Zo'r. Bir qator o'tkazib beraylik. Bitta ko'rib olishsa obunachilaringiz maza qilishadi jonivorlar. Akalar, qo'ylar hammasi chehrasi ochiq, diki o'ynoqlab turgan variantlar. Sifatiga ham, holatiga ham, o'zi ham hamma tomonlama zo'r. Badallari ham semiz. Badan semizligining sababi ishtahasi zo'r, tana joni sog'lomligidan dalolat. Yeb ichishiga bori 10 kun garantiyasini berilaveradi. Yeb ichishda umuman muammo yo'q bu qo'ylarda. Xudo xolasa. Yeb ichishdan umuman muammosi yo'q, holati ideal. Keyin bir ikkita dumbasi osilgani bo'lgan bo'lsa ham joyida qolaveradi. Hammasi tikka dumba. Razrezlari kelishgan, hamma yo'q kelgan qo'ylar. Ko'rsan bo'ladigan qo'ylar jonivorlar. Akalar, keyin men chov sohalarida doim aytib o'tibman. Chov sohalari istagan tuyoqligiga, keyin qo'ydi gaziga, uzunligiga, keyin oyoq uzunligiga ko'proq e'tibor berish kerak akalar. Shunda yaxshi rezultat ham ko'ring. Gazi uzun narsa hech qachon yeb tursa bari ziyon qilmaydi. Ziyon qilmaydi. Yaxshi uzunligiga ketsa bari toshga ham hamma joyiga kelaveradi-da qo'y. Xudo xolasa. O'sha sohasida bunday sinab turib, bunday ko'rib boqib yurgan aka-ukalar bilishadi-da. Ana shunaqa qo'y boqishsa, gazi uzun narsa boqishsa, yaxshi baraka topishadi. Kalta qo'yib olishmasin. Kalta qo'y bo'lsa olishmasin. Buni ichida ham bo'lsa olib olmay qo'yishaversa. Gazi uzun narsa, Xudo xolasa baraka topilaveradi. Yaxshi. Xo'p. Har doimgidek o'sha an'anaga muvofiq o'sha bo'ladigan real savdolarni qilib boramiz. Buni 32 million narx aytib qo'rqitmaymiz bu narx. Hop, 2 million 800 ming so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentga bor, Samarqandgacha dastlabkasini qilib beramiz. Samarqandgacha dastlabkasi ketaveradi. 2 million 800 mingdan. Hurmatli obunachilar, 2 million 800 ming so'mdan dastlabkasini Samarqandgacha yetkazdirib beriladi. Xo'p, endi buni ichidan tanlab olishini 5 tagacha tanlab olsa 2 million 900 dan. Hop. Yarimni haydab olsa o'sha 28 dan ozginadan hayrini qilib beraman. Shunday haydab olishsa. O'rtasidan. Nechta bo'lsa. Bitta ikkita tanlab oladigan bo'lsa 3 milliondan qilib beraman. Bitta ikkita tanlab olsa 3 million so'mdan qilib beriladi. Akalar, qo'y bilan chiqarilayotgan qo'ylar bilan qo'yni farqi bor, holat ideal, yaxshi narsalar. Endi javobini qilamiz aka. U bitta ikkita tanlab olsa 3 milliondan degan narsa bo'lmaydi. Sen obunachilar ko'p ham yaxshi bilishadi o'zi. Arzon qo'yish kerak. Tushundingmi? Hozir chiqarayotgan narx-navolar ham yomon emas, lekin Ismoil Uz kanalidan bo'lgandan keyin bizni obunachilar arzon qo'ya olmasa bo'lmaydi. Ko'ngil to'lmaydi uka. Shuning uchun buni qo'ydi 20 tasini o'rtasidan shunday bo'lib olsa ham 2800 ming so'mdan uncha xayriga yo'l qo'yib ber. Tanlab olishadigan bo'lsa, o'sha mayli endi raznicasi borligi sababli. Asli shu narxdan ketsin desam ham bo'ladi-yu, lekin raznicasi kattaroq ekan-da qarasam, ichida oldi qo'ylaring. Oldi qo'ylar kuchli-da. Oldi qo'ylar kuchli ekan. O'sha hisobga olganda 100 ming so'm plyus qilib qo'yamiz. Nimaga? Chunki bitta ikkita 3 ta oladigan obunachilar uchun
yo'l kira hisobiga. Bo'ldi bering. 29 dan bitta olsa ham tanlab olsin, vodiy bo'ylab dasturkasini qilib beraman. 5 tagacha Toshkentgacha qilib beraman. 2.900 dan tanlab olsin. Liboyini kelib. Gap bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bu gapni gapirganligimdan sabab bitta, ikkita, uchta olinadigan obunachilarimiz dasturka masalasi, yo'l kira masalasi odamni ozgina o'ylantirib qo'yadi. Chunki bitta qo'yga ham 100 ming so'm yo'l kira oladi. Mana shu vodiy bo'ylab bo'lsa ham 100 ming so'm yo'l kira olib borib tashlab beriladi. O'shani hisobini olgan holatda qo'ylar deyarli standart holatda o'sha dasturkani sizga talashamiz xolos, ozgina. O'sha qo'yni xudo xolasa yetkazib beramiz. Akalar, qo'yni ustiga qo'shilgan sabab shu yo'l kira hisobini qo'shilyapti xolos. Joyidan kelib olib keting akalar, joyidan, meshizdan kelib shuni talla olib qo'y soni yana kelyapti. Xudo xolasa davom ochib, o'tgan partiyalar tugatdi, yakunladi. Bu yangisi keldi. Akamiz yana chiqib ketdilar, xudo xolasa yangi partiya yetib keladi. Yana yangilar. Ertaga indingiga xudo xolasa yangi partiyani chiqaramiz yana xudo xolasa kanalingizda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kuzatishni davom eting. Oldinda yana ham zo'r polvon kuchlar turibdi aka. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz, like bosib qo'llab turamiz. 20 ming bo'ldi-ku, hali qo'chqor yetib kelmadi egasiga. Akalar, hamma narsani harakatini qilib, ishlar davom ettiryapmiz. Yangi qo'yxona qilganmiz. Ismoilus optim qo'y markazi qilib, yangi joy qilingan. Xudo xolasa, asbob bu yerda lakasilari oson joyga joy qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, ana shu joyda video syomka qilmoqchimiz akalar. Asosiy maqsad shu. Qo'ylar tayyor, oladigan odamlar o'zi biz ro'yxatini qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, o'sha eng faol, eng oldi obunachilarimizdan, shu eng faol, aktiv obunachilarimiz ichidan xudo xolasa tanlab qo'ydi o'z egasiga yetkazamiz. Biz to'g'risi beva bechoraga demaymiz. U ehson, u boshqa masala aka. Bu taqdirlash. O'sha mehnatga yarasha munosib mukofot olish deyiladi akalar. Ana shu yo'nalishda qilib beriladi hozir. Videoni tushirmasdan oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Zo'rlari oldinda. Sizlar obunachilar men yungli variantdan yirikrog'idan boqaman degan aka-ukalarimiz uchun oyoq qo'li baquvvat, gavdali, yaxshi narsalar xudo xolasa. Olgan odam mazza qilib boqadi akalar. Sifati ham zo'r, holati ham zo'r moqaymiz akalar. Toza hisorlar. Soni nechta buni? Soni 15 dona. Soni 15 bosh. Bari qo'chqor buni ham. Bari qo'chqor. Pichmalari yo'q ichida. Pichma axtasi yo'q, urg'ochisi ham yo'q. Pichma axta urg'ochisi yo'q. Xo'p. 15 dona yosh oyligichi? Yosh oyligi 6 oylik atrofida. 6 oylik. 6 oylik atrofida. Hurmatli obunachilar. Narigi birinchi 15 kunlik farqi bor-da. Tug'ilishida. Aniqlardan 15 kun farq bor akalar. Yirik narsalar. Ilojini boricha mana ko'rib turibsizlar, realni holatda olib berishga harakat qilyapman. O'ta qo'pol narsalar. O'zi ham yaxshi, holati ham zo'r, sifati ham zo'r. Buni ham yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatlik garantiyasi. 10 kunga garantiya beramiz. 10 kunga garantiyasini olishaveradi, xudo xolasa. Qo'ylar ishonimli garantiyali, sinovdan ham o'tgan qo'ylar. Sinovdan ham. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Hurmatli obunachilar, yaxshi narsa olaman degan ko'laga 10 kundan tavsiya qilib qo'yaman. Xo'p, bo'ybasini nechaga beramiz deb buni? 70 atrofida bu ham. Bu ham 70 atrofida bemalol olaverasiz akalar, lekin mayday kichkina qo'zi emas, xudo xolasa. Imkoniyat bo'lsa, doim aytaman, tepasiga kelib tursangiz ham bo'laveradi. Yuziga borsa ham, xudo xolasa xursand bo'ladigan, yaxshi narxda qo'yib beriladi hozir, harakat qilamiz. Narxini bir joyga bo'lsa, narxini bo'ladigan savdo qilamiz. Ismoilus obunachilariga 3 million so'mdan ketaveradi. 3 million so'mdan olsa. Hammasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dasturkasini qilib beraman. 3 million so'mdan. Hurmatli obunachilar, xarakterni bilasizlar. Videoga chiqarishdan oldin o'zi keragicha tortib talashib tashlanadi. Undan keyin video obzor qilishga harakat qilaman. Endi mana shu yerda bir ish qilamiz. Jahongir buni borib 3 million so'mdan tanlab ham olamiz. Xohlagan qo'ylarni, yoqqan qo'ylarni ushlab 3 million so'mdan. Endi o'zi 3 milliondan arzon qo'ydimi? Shunaqa qo'yiladi o'tgan hafta 32 dan ham qo'ydik-da. Dengaliga 32 dan ham qo'ydik. Shunday. Endi buni narxini tushirdik. O'zimiz narximizni o'zimiz tushirib oldik. Xudo xolasa yengil bo'ladi. 3 million so'mdan. Dangal. 3 million so'mdan bir joyga ketaversin. Yo'q, tanlab olishadi. Sizdan yoqqan qo'y tanlab olishaveradi. Bo'ladimi? Ismoil obunachilar uchun 3 million so'mdan tanlab olmam. Bitta olsa ham 3 million so'mdan ketaversin. Optimigachi. Optimiga ham 3 dan da. Qayeriga o'tib beraman mayda. Qayeriga o'tib beraman. O'zini aqd qimmat qo'yilmaydi, boshidan o'zasiz savdodan qilib olamiz-da videodan oldin, Ko'rchi buni qo'ylarga 2 million 900 ming so'mdan optimiga 3 milliondan tanlab olishaveradi. O'zi 3 ta yaxshi. Qayeriga o'tib beray. 2 million 900 ming so'mdan bo'ldi boshqa. Ismoil obunachilar, barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 3 million so'mdan aka, xohlagan qo'yingizni, xohlaganingiz yoqqanini tanlab oling.
Qo'chqorda haqiqiy ayiq buni olish qillarida. 2.900 ming so'mdan mana hammasini oling, sizlarga yetkazdirib beriladi akalar. Sifati zo'r, yaxshi yo'g'idan sizlarga tavsiya qilib ketamiz akalar. Xo'p, buni o'rtasidan bo'lib olsam 2.900 ming so'mdan o'pilmoqda. O o'rtasida shuni haydab olsin, 5 tami, 6 tami, 10 tami. Shuni haydab olsin, shu narsa ketaveradi. Aytganimizga sotmaymiz. Yana ozginadan haydini ham qilib beramiz. Telefon qilinglar, yana uncha o'tib beradigan joyi bor. Akalar, aloqaga chiqishga telefon qilib bog'lanish kerak. Xudo xolsa arzoni, yeriga yaxshisini sizlarga taqdim etib boryapmiz qo'limizdan kelgancha. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rib turiblar, akalar oldinda yana zo'rlar. Hurmatli Ismoil Uz kanali obunachilari, doim aytaman, bizda qimmat pul chiqmaydi. Xudo xolsa doim arzonni, yengilini, sifatlisini chiqarib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Chunki video davomida doim qaytarib o'tadigan gapimiz rosa keragicha talashib tortishib, keyin video obzor qilaman akalar. Xarakter shu. Xo'p, Jahongir soni nechta buni? 16 bosh. Soni 16 bosh. Bir qo'ra janob. Bir qo'ra, hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xo'p, bularni ham bo'ybasini. Bo'ybas buniki ham 65 plus 70 gacha chiqaveradi. Narigilardan ozgina etida farqi bor. Birinchi partiyamizda. Ularga qo'shib chiqaraversa ham bo'laveradi-yu. Baribir. Ha. Bo'lib chiqarganimiz bor. Boshqada ko'zimizga yoqqanini birinchi partiyaga ajratganmiz. Bu endi 3-partiya qilib chiqaryapmiz-a. Holatiga qarab-da hammasini. Hurmatli obunachilar, buni aralashtirib telefonda bir xil ko'rinaveradi-da hammasi ham. Shunday. Bundan keyingi partiya chiqaradiganimizda mashinaga tortib chiqaveradi. Hurmatli obunachilar, hammasi ham telefonda bir xil ko'rinaveradi. Lekin hammasini gazi uzun narsalar-a. Kaltasi yo'q, mujmali yo'q qo'ydi. Xudo xolasa chiroyli qilib, buni ham narxini yengillashtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, videoni tugatishdan oldin uzunligiga e'tibor bersangiz qo'ying. Videoda oxirigacha ko'rishasiz. Xudo xolasa narxlar yengil bo'lib boraveradi. Shunda akalarga yaqin olyapsan degan aka-ukalarga yo'q. Aka, o'rtamda bir 4 metr, 5 metr masofa. Faqat men sal yaqinroq kelishim sababi qo'ylar yavnosizlar ko'rinsin. Ekran orqali ko'rib olyapsizlar degan. Albatta, qo'tiri bormi, nuqsoni bormi, shunaqalarni ko'rsatib qo'yish kerak-da. Shunaqa. To'g'risi. Shuning uchun ilojim borsa yaqin olib hamma yo'g'ini ko'rib olinglar degan maqsadda sal yaqinroq olib boraman. Qo'yni xohlisa ko'rsatishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Jahongir buni yosh oyligini qanchaga beramiz? Yosh oyligiga 5 oylikka beraylik. 5 oylikka berilaveradi akalar. Lekin yana qaytarib o'taman, kelib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Yoqadi. Mash qo'ydi ushlarga, mashina bo'yni bilan o'lchab qo'yamiz. Ushlarga mash qo'ydi. Yetida farqi bor-da narigilar bilan mashina. Lekin bo'yini qarang mana. Obanasini qarang. O'sha yoqqa qo'y. Chiroyli qo'ydi. Oyog'ini yerga. Mana. Mana bismillah. Xo'p. Yerdan balandligi 72-73 chiqyapti. Qo'yva. Akalar, ichidan balanddi. O'sha hisobini olaversan. Ichidagi eng baland shu. Ha, ichidan baland. Dangalni aytish kerak. Eng yirigini shu. Eng baland 73 akalar, o'shani hisobini olaversan. Lekin pasti ham 65 dan yuqori asli bular. Xudo xolasa. Xo'p. Hammasini bir joyga olamiz degan obunachilarga. Bitta narx aytib qo'ya qolaymi? Narigilardan 100 ming emas. To'g'risida 100 ming emas. Buni foydasi shu puli bo'shab qolsa bo'ldi. Keyingi partiyalarimiz kelyapti, xudo xolasa. O'sha men aytgan. Obunachilaringiz maza qilsin. Bo'ladigan narxi lekin. Hayri bo'ladi-yu, hayriga o'zim chiroyli qilib bir narsa o'tib beraman. Telefon qilsa 16 tasi bir joyga bo'ldi deganmisa 2.600.000 so'mni olsin. Bir maza qilsin. Bir ekan. Hurmatli obunachilar, 2.600.000 so'm mana. Keragimda arzoni, mana arzoni. Mana imkoniyatdan foydalaning. 2.600.000 so'mdan yerda, bu yerda uncha bozorda ham bermaydigan ajoyib chiroyli narx bo'ldi xolos. Akalar, tavsiya qilaman. 100%, uyga borsa ham xursand bo'lasiz akalar. Bemalol qayerga solishtirmoqchi bo'lsangiz, solishtirib narxini ko'rib olavering. 2.600.000 so'mdan akalar. Keragicha tortishlardi akalar. Xotirjam bo'ling. Qo'zlar bor-ku. Kalta qo'z emas-da, yaxshilab ko'rib olsin. Bunaqasiga kalta qo'z emas, uzunligi zo'r qo'zini. Ushasiga ahamiyat berib olishaversin. Xudo xolasa, akalar, rezultat yaxshi beradigan narsalar olinglar, maza qilib boqing. Kelajagi bor-da, ko'chat narsalar emas. Akalar, bu 3-partiya bo'ldi. Bizdan zo'rlashib turinglar, oldinda yana ham pul arzon zo'rlari bor. Lekin mana shu qo'ygan imkoniyat bo'lsa 16 dan bitta odam oladigan bo'lsa, shuni tavsiya qilaman. Bir joyga olib qo'ying. Bo'lmasa akalar, o'rtasidan bo'lib oling, o'ptimaqda. Bir maza qilishadi. Ketaversin.
ketaveradi. Yarimdan bo'lsa. Hurmatli obunachilar, yarmini bir olsangiz ham optim narxga ketaveradi. Imkonni boricha chiroyli narxga chiqarib berishga harakat qildik. Ikkala videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rib turamiz. Hurmatli obunachilar, tikilardan olaman deganlar. O'ta odorlar, narxi ham arzon. Aqadan qilsak o'ta qochaveryapti. O'shaning uchun bir joyda O'ta chorsda syomka qilib berishga harakat qilamiz akalar. Sifati zo'r, holati yaxshi, puli arzonni olaman degan aka-ukalar uchun sraz tavsiya qilamiz akalar. Xo'p, soni 7 dona. Soni 7 dona akalar. Yosh oilagichi? Yosh oilaga 5 oylik atrofida bular. 5 oylik atrofidagi qo'zi. Nargilardan olsangiz 7 da farqi bor xolos. Narxi Deyarli bo'y basi bir xil. Narxini o'tib beraman. shunday qilamiz. Narxi 7 tasini bir joyga oladigan obunachilaringizga bor-ku. Aha. 2,5 million so'mdan qilib beraman. 2 million 500 ming 2 million 500 ming so'mdan dastlabki dastlabkasini Toshkentgacha qilib beraman. dastlabkasini Toshkentgacha besplatno Vodiy bo'ylab yetkazib Toshkentgacha beradi. qilib beraman. Hurmatli obunachilar, ekrandagi telefon raqamiga aloqaga chiqamiz akalar. Sifati zo'r, holati yaxshi, narxi yengildan olaman degan aka-ukalarga sraz tavsiya qilamiz akalar. Arzondan, qulaydan olaman degan aka-ukalar uchun akalar, ikkita sarig'idan, 3 ta qora kashtandan akalar. Xo'p, bular yosh oyligi qanaqa? Yosh oilaga 4 oylik bular. 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Soni hali qo'zini son. Uncha qo'ydi yo'q-da, mana qo'zini qara. Qanaqa qilgan? Ashlamaga bir tomon o'tkazaylik. Qo'zini qulog'ini. Yegamasam chiqadi. Bular ham hammasi qo'chqor, ha? Bari qo'chqor. Bular ham bari qo'chqor, pichma, axtasi yo'q. Bo'ylari Bo'ylari 60 plisga beraylik ularni. 60 plyusga olursan, domboq olaman degan fikirga sraz tavsiya qilamiz. Ammo jundan ham dahshat chiqadi agar gap qilsangiz. Junni oldirilmagan yosh, yaxshi boq olamiz degan aka-ukalar uchun. Ha, dalada hayda boqaman degan aka-ukalar uchun. Haqiqiy bo'ladi. Xo'p, buni 5 tasini bir joyga olaman degan aka-ukalar uchun. Narxini. Endi hamma yo'q 2,5 dan tepasi 2,5 million bo'lib ketdi-yu. Ha. Buni bitta boshashga aytib qo'yaylik narxini. Hop 2 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraveraman. Hurmatli obunachilar, narxi o'ta qulay, o'ta arzonni olaman degan aka-ukalarga sraz tavsiya qilamiz. Ha, dalada boqaga yursa jonivorlar. Xudo xolasa ozgina kepagini berib yursa, dalaga to'p qoladi jonivorlar. Hammasi qo'chqor akalar. Xudo xolasa ekranda telefon raqamiga aloqaga chiqinglar, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Hurmatli aktiv obunachilar, sizlarni aktivlikka chaqiraman. Astoydil bo'lib turinglar, xudo xolasa. 20 ming bo'ldi o'zi. Shu bugun qoldirmasdan harakat qilyapman. Hozir mana shu videoni yuklaymiz. Keyin o'zimiz ishlar bilan shug'ullanib ketamiz akalar. Xudo xolasa va'da qilib qo'yilgan joylar bor, syomka qilib bermasak bo'lmaydigan joylar bor. Iloji yo'qligidan borib bugun syomkalar qilib ketyapman akalar. Xudo xolasa Ash o'zim jang qo'yxonasi ozgina bir 2 soatlik g'ayrat qilib ishlayveradigan joyim qolgan. Shular shunday qilib olsam, shu joyda video syomka qilmoqchiman, to'g'risi. Xudo xolasa obunachilar, keyin bir narsani yozib o'tinglar. Qanday qilib belgilaydi? Aktiv obunachilar o'ta ko'psizlar, to'g'risida 10 tadan ziyod aktiv obunachilar bor. Eng aktivlarni tanlaymasam 7-8 ta, hammalang birda, hammalang aktivsizlar. Shuning uchun Allohga tavakkal qilaylik deyapman men. Nomlaringni yozing, bitta idishga soling. Xolis odamni ko'chadan liboy bitta odamni ushlab shunday tortib kimga chiqsa o'shanga nasib qiladigan qilaylik. Nima deysizlar? Shunga ham alohida o'zlaringiz izohlaringiz, fikrlaringizni qoldirib ketinglar.